Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizda andijonlik klientlarimizga beton mishalkalarimiz, trambovka apparatlarimiz benzinli variantida, undan tashqari vibro raykalarimiz sotilgan. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, kelib xarid qilaverasizlar. Mishalkalarimiz 240 litrli mishalkalar bo'ladi. Zavodskoy. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, ekran osti nomerlarimizni qoldiramiz. Terilgan tayyor variantlardan, upakovka variantlaridan hammasidan bir labo qilib jo'natib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib xarid qilishlari mumkin. Trambovka apparatimiz ham 7 ot kuchli, 1 tonnaga 600 gacha uradigan benzinli variantida bo'ladi. Vibro raykamiz 1,5 metrli, stejga tekislash uchun tayyor terilgan variantini ko'rsatamiz. Tayyor holatda 12 voltga ishlaydigan, stejga tekislaydigan vibro raykamiz bo'ladi. Ko'pchilik ustakalarimiz bilishadi. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib xarid qilishlari mumkin. Dostavka xizmatlari bor.